Bugünni 8-mart navbatdagi misol bankimizda tadbirkorlar, bank mijozlari bilan misol oyda 2 marta 3 marta uchrashib ko'ramiz. Bundan sabab bankdagi bo'layotgan o'zgarishlar. Yangiliklar, boshqalar, misol mana hozir oilaviy tadbirkorlik bo'yicha ham yangiliklar bor. Misol prezidentimiz 5-fevraldagi 49-sonli qaroriga asosan 50 million so'mdan 150 million so'mga tadbirkorlik turiga qarab turib kredit 12%. Bu 12% Namangan viloyati bo'yicha ikkita tumanda beriladi. Sababi ikkita og'ir tuman bilan yangi bo'ldi. Oilaviy tadbirkorlik platformasi orqali hokimiyat yordamchisidan ariza jo'natdi. Shunaqa olsa bo'ladi. Bu bitta. Bu jismoniy shaxslar oladigan emas. Undan tashqari yuridik kimdir kattaroq kredit olmoqchi bo'ladi. Umuman 100 million so'mgacha 25% dan naqd kartaga pul tashlaydigan moliyaviy ko'mak inson bor. Agar kimdir xohlasa, garovga yetarlicha garovga qo'yib bersa, turar joy, transport, noturar joy qo'ysa, 100 million so'mgacha uni ham naqd beramiz. Albatta karta ochadi. Kartaga naqd tushib tushadi, faqat foizi 25%. 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan. Endi kimdir tadbirkorlik ochgan bo'ladi, misol MCJ, YTC, magazini bor, yo chorvasi bor, qanaqangi borlar, uni xuddi mana shu moliyaviy ko'makka 24%, 1% past bo'ladi. 300 million so'mgacha uni ham naqd kassadan olish mumkin. Hech qanaqa ta'minot boshqasi emas. Undan tashqari 12% dan yana yuridik mijozlar kredit bor. U valyuta. Dollarni beramiz. Unda ham ozgina qo'shimcha oldin misol ishkasida yo'qmi bilmayman. Qo'shimcha yana o'zgarishlar kirgan unga. 250 ming dollargacha garov mulkiga qarab turib kredit beramiz. Endi ishlab turgan faol tadbirkor bo'lsa, hisob raqam ochganga 1 yildan ko'p, aboroti misol kimdirlar yiliga 1 milliardlab, 2 milliardlab ham aborot qiladi. O'sha aborotidan kelib chiqib, o'sha aborotining 70% 1 million dollardan oshib ketmagan holatda uni muddati mana 250 ming dollardan berishimiz 3 yilga aborot qilayotgan mijozlarga ko'proq misol 500 ming dollarga to'lanan deydiganlar bo'lsa, ularga 5 yil muddatgacha berishimiz mumkin. Shunaqa misollarga kreditlarimiz bor. Hamroh yurib turgan misol tadbirkorlik YTC ochib faoliyat yurib turganlarga 312 sonli qarorga asoslangan kreditlar beramiz. 21% uni muddati 2 yil. Buning uchun faqat aborot qilgan bo'lishi. Ayni aborot qilgan aytaman, yangi ish boshladigan boygacha. Oilaviy tadbirkorlik bo'yicha ariza jo'natsa 50 million, 150 million berishimiz mumkin 12% dan. Undan tashqari garovga qo'ysa, misol kimdir yangi magazin ochadi, hisob raqam ochadi. Ochgandan keyin misol 100 million magazinni 50 million bilan aqabati to'ldirib kelib garov qo'ysa 100 million ham beradi. Yoki tadbirkorligini ochib kelsa 300 million so'mgacha maksimum undan beramiz. Foizi 24%, jismoniy shaxsligi 25%. Subsidiya yo'qmi sizlarda? Subsidiya mana hozir subsidiya ochildi, uy joyga aytyapsizlar. Uy joyga subsidiya agar yutib kelsangiz, subsidiya yo'nalishida ipoteka kiritamiz. Subsidiya xabarnomasini o'qiysiz. O'zingiz bilan uni davlat xizmatlariga borasiz, birinchi navbatda subsidiyaga ariza topshirib, keyin o'sha yerdan nechtadir tashkilotdan o'tib turib, subsidiya xabarnomasini javobi kelgandan keyin uni siz u subsidiya xabarnomasi olganda o'zi sizga aytadi. 4 oymi, 6 oymi muddatda to'liq shartnoma qilib, keyin bankka murojaat qiling. Uni olib turib, biror joydan shartnoma qilib, keyin bankka kelsangiz, bankga keyin